Ixtiroga talabnoma topshirish. Adliya vazirligining sanoat mulki muhofazasi portaliga kiring. OneID tizimida ro'yxatdan o'tgan holda shaxsiy kabinetingizga kiring. Talabnoma yaratish tugmasini bosing va ixtiro bo'limini tanlang. Xizmatdan foydalanish tugmasini bosing. Huquq egasi haqidagi ma'lumotlarni kiriting. Ixtiro mualliflari haqidagi ma'lumotlarni kiriting. Vazirlikka talabnoma kelib tushgan sanadan oldinroq ustuvorlik so'ralayotgan bo'lsa, ustuvorlik maydonini to'ldiring. Ixtiro nomini o'zbek va rus tilida kiriting. Talabnomaga ilova qilinayotgan hujjatlarni yuklang. Talabnoma ishonchli vakil orqali topshirilganda ishonchnomani yuklang. Xabarlar va SMS xabarlari yuborish uchun elektron pochta va telefon raqamingizni kiriting. So'ngra xat yozishmalari uchun manzilni kiriting. Talabnomaga qo'shimcha hujjatlar ilova qilinsa, hujjatlarni yuklang. Kiritilgan ma'lumotlarni to'g'riligini tekshiring va tasdiqlang. E'tibor qiling, tasdiqlash tugmasini bosganingizdan so'ng talabnomani o'zgartirib bo'lmaydi. Talabnoma topshirish uchun belgilangan miqdordagi davlat bojini o'zingizga qulay to'lov usullari orqali to'lang. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng shaxsiy kabinetingizga talabnoma qabul qilinganligi to'g'risidagi bildirishnoma yuboriladi.